It muchalida tug'ilganlar. Kuchli tomonlari: sodiq va vafodor, adolatli va xolis, ishonchli va mas'uliyatli, harakatchan va jasur, intuitsiyasi kuchli bo'lib, oldindan sezish qobiliyatiga ega. Zaif tomonlari: oqimga qarshi suzuvchilar. Haqiqatparvar va shartdagi bo'lganligi sababli itlarni ko'pchilik yomon ko'radi va ularni jamoadan ajratib qo'yishadi. O'ta konservativ va bo'ysunmas odamlardir. Sevgi va munosabatlarda juda ochiq va samimiy, shu sababdan ba'zan qadrlanmaydi. Soxta partnyorlardan o'z tashabbusi bilan voz kechadi, lekin unuta olmay qiynaladi. Ba'zan it muchali sohiblari umrbod bir insonni sevib o'tadi. Mos kasblar: dasturchi, muhandis, o'qituvchi, murabbiy, uchuvchi yoki chegarachi, advokat yoki sudya, stomatolog yoki oftalmolog, xullas mikrojarroh. Sababi itlar juda sabrli bo'lib, har bitta ishning mayda detallarigacha e'tibor qaratishadi. O'ynoqilikni yoqtirishmaydi. Tarixiy solnomalar xronologiyasiga ko'ra, jang paytida hattoki otlar ham o'z egasini, ya'ni jangchini tashlab qochishgan. O'z egasi uchun oxirgi nafasigacha kurashib, jonini fido qilgan yagona hayvon bu it hisoblanadi. Shu sababdan ham hozirgi kungacha itlar sadoqat va vafo ramzi sifatida qadrlanadi. To'liq ma'lumotlar va ularning manbalarini video ostida yozib qoldiraman va ushbu videoimni it muchal sohiblariga jo'natib qo'yamiz. Obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videoim qaysi muchal sohiblari haqida bo'lsin, izohlarda yozib qoldiring.